Uzdil HTML dersidagi 50-ci qism HTML-ga sonliq uçur jadval xarakterlari. Bu darslikning asosiy mazmunida HTML-ga yangidan qo'shilgan sonliq uçur xarakterlari haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Masalan, yangidan qo'shilgan form xarakterlaridan autocomplete, novalidate qatorliq ikki xarakter bor. Andan keyin inputning yangidan qo'shilgan xarakterlaridan autocomplete, autofocus, form overrides, void list, step, minix, max, anki multiple, pattern, placeholder, required qatorliq mushu ko'pligan xarakterlar bor. Bu 50-ci qism darsligimiz bilan uzdil tor texnika yurishlik darsliklarininki HTML darslik qismi mushundan bilan oxirlashadi. Biz ma tövəndəki xarakter qiymatlarini təfsili tushundirdik. Biz oldida deb o'tgandagidek bu HTML5 davomli to'liqlanish holatida bo'lgan bo'g'ashqa buningda ugundigan narsalar buning bilan tugab qolmaydi. Davomli turda shu HTML5 ga munosabatlik shu organ tarafning tor bekat va yoki shu uyg'urcha tor texnika tor bekatlardagi munosabatlik uchurlarga nazaringlarni og'dirib shu vaqtdagi yangi bilimlarni davomli egallab menishinglarni umid qilamiz.